Ko'kdalada tarvuz pishdi. Poliz mahsulotlari yetishtirishda bu yil rekord yangilandi. Har yili 17 aprelda birinchilardan bo'lib, daladan endi uzilgan tarvuz bozorga chiqarilgan bo'lsa, joriy yil muddatidan 14 kun oldin, ya'ni 4 aprelda hosil pishib yetildi. Bu albatta usta dehqonlarning izlanishlari natijasidir. Qashqadaryo viloyatining Ko'kdala tumani dehqon fermerlari ertachi tarvuz yetishtirishda o'ziga xos tajribaga ega. Bugungi kunda gektarlab lalmi yerlar o'zlashtirilib, katta daromad manbaiga aylantirilmoqda. Yildan yilga hosildorlik ham oshib, tarvuzning erta pishar navlari yetishtirilyapti. Joriy yil ertachi tarvuz yetishtirishda rekord natija qayd etildi. O'tgan yili 17 aprelda yangi tarvuz bozorga chiqarilgan bo'lsa, joriy yil 14 kun oldin, ya'ni 4 aprelda hosil pishib yetildi. Dehqonchilikdagi ilmiy yondashuv innovatsion usullarning keng qo'llanilayotgani ana shunday samarali natijalarni bermoqda. E'tiborli jihati shundaki, bu yangicha usullar oddiy dehqonlar tomonidan amalga oshirilyapti. Solih Rajabov eng yosh dehqonlardan. O'tgan yili ham birinchilardan bo'lib yangi uzilgan shirin shirali tarvuzni bozorga chiqargan edi. Joriy yil esa rekord yangilandi. 2025-yil yanvar oyining 10 kunligida yerga o'tkazganmiz sinov tariqasida. Mana bu o'z darajasini berdi. Bu yil nasib bo'lsa katta gektarga ekmoqchimiz bundan. Gollandiyaning Nunhemis firmasining Dolby sorti bo'ladi. 10 yil, 15 yildan beri shu tarvuzlarimiz o'z samarasini berib kelyapti. Eng erta pishar tarvuzlarimiz shu hisoblanadi. O'tgan yili 20 gektarga yaqin joyga ekkandik. Yana yangiliklardan o'tgan yili Mongoliya davlatiga juda ko'p tarvuzlarimiz eksport bo'ldi va u yerda xaridorlar tomonidan juda yuqori baholandi bizning tarvuzlarimiz. Solih Rajabov yosh bo'lsa-da dehqonchilikning sir asrorlarini puxta o'rgandi. Dastlab 2 gektar yerda issiqxona usulida ertachi tarvuz yetishtirdi. Bugun esa 29 gektar lalmi yerda dehqonchilik qilyapti. Joriy yil shuning 7 gektarga yangicha usulni tajriba sifatida qo'lladi. 2 qavatli duga va issiqxona usulida ko'chat parvarish qilindi. Shu bilan birga yer tagidan issiq suv quvuri o'tkazib, hosilni yanada ertachi yetishtirishga erishdi. Bu ko'rib turgan issiqxonamizdagi tarvuzlarimiz yangicha isitish yo'li bilan amalga oshirildi. Endi bo'limiz sinovdan o'tdi to'liqligicha. Yanagi yil bundan-da erta chiqarishga harakat qilamiz yurtimiz bozorlariga. O'tgan yili 20 gektar joyga ekkan bo'lsak, bu yil 40 gektarga ko'paytirganmiz tarvuzlarimizni. 30 gektari eksportga yo'naltiriladi asosan. O'sha Mongoliya davlatiga xaridorlarimiz hozirdan o'zlari kelib qarab yurishibdi, kutib. O'tgan yil ko'kdalaliklar 500 ming tonnadan ortiq hosil olishdi. 8,5 million dollarlik mahsulot Boltiqbo'yi davlatlari, Rossiya, Belarus va qo'shni respublikalarga eksport qilindi. Joriy yil eksport hajmini 10 million dollarga yetkazish maqsad qilingan.